إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli körümen kardeşler, bugünkü dersimizde dua toxtalımız. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bizge tavsiye qilib mundaq degan. Ve qala rabbukum ud'uni astajib lakum innellezina yestekbiruna an ibadati sayadkhuluna cehenneme dakhirin. Rabbimlar sizlarga dediki, bana dua qilsanglar, duoyinglarni ijobat qilaman. Şəksizki, mening ibodatimdan bosh tortganlarni xorlangan holatda, ya'ni xorliqi to'ldirgan holatda do'zaxga kirgizaman. Ya'ni bu oyatdan ma'lumki, Alloh taologa duo qilsak, duoyimizni ijobat qildi. Duoning ijobat bo'lgani degan tilgan narsamizning darhol kelishi emas, endi do'kondan bir narsa buyurtganga o'xshashli gap emas endi u. Alloh taolo o'zi xohlagan vaqtda bizning manfaatimizga munosib vaqtda ijobat qilib turdi. Yoki ijobat qilmasa, uningga bizga savob berdi. Chiqib Alloh taolo bizning duoyimizni anglaydi, uningga cho'qim ajr berdi. Ikkinchi masala buningda mening ibodatimdan bosh tortgan quchilar do'zaxga kirdi deganda, bu duo ibodat. Ibodat bo'libmi, ibodatninki eng ixlosligi va eng obrazligi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ad-duo huval ibodat degan. Duo ibodatdir degan. İbadet ne? Mesela namaz o'qish olsun, ro'za tutish olsun, haj qilish olsun, Qur'on o'qish, sadaqa berish. Masalan, ba'zini ko'ngildagidek ixlos bilan qilolmasligi mumkin inson. Ammo duo qilgan vaqtida Alloh taologa muhtoj bo'lganligi uchun, o'zining hojatining hal bo'lishini tilganlik uchun inson butun vujudi bilan, hatto yig'lab turib, qayta tilab shunda so'raydi. Anda bo'lgandan bu duo ibodatlarning ichida eng obrazligi ve ibadetin haqiqiy ma'nosini eng obrazli shaklda ifodalagan bir ibodat. Yani ibodatdan maqsad o'zimizning ojizligini izhor qilish, Alloh taoloning hammadan qudratli ekanligiga, Alloh taologa muhtoj ekanligimizga, Alloh taoloninki bizga rahim shafqatli zot ekanligini izhor qilish. Mushu duoda mushu eng obrazli shaklda ifodasini topadi. Shunga duo eng obrazli ibodat deymiz. Endi duo degan so'zningki lug'atdagi ma'nosi chaqirish degan bo'ldi. Duo degan chaqirgan endi. Shariat islohida Alloh taologa eng kamtarlik bilan, eng mehr muhabbat bilan, eng yelinish bilan Allohga yalvorish, iltijo qilish deganlik bo'ldi endi. Ibodatlarning hammasining g'oyasi, ibodatlarning maqsadi shu, lekin duoda ibodatlarning hammasining asosidagi maqsadi ma'noda o'rindildi. Ya'ni o'zimizning xor ekanligini Allohning oldida, o'zimizning Allohga muhtoj ekanligimizni izhor qilish va Alloh taoloninki qudratli ekanligini ifodalash. Endi duoda 3 tane foyda bor bizga. Duo yoki bizning shu tilgandan keyin biz bir narsani qattiq tilgandan Alloh taolodan u darhol uzun qolmay ijobat bo'ladi. İcabat bo'ladi. Bunda ijobat bo'lgan duolarimiz aytacak. Yoki bu bizningki manfaatimizga eng munosib bir vaqtda ijobat bo'ldi. Tilga vaqtimizda emas, undan keyinroq masalan. Yoki bu dunyoda faqat ijobat bo'lmay, oxiratda ijobat bo'ldi. Oxiratda ajr beriladi. Bu haqda bir hadis bor. Alloh taolo hadis qudusida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga degan. Allah Teala kıyamet günde deydi ki bir mümin bendisiga, "Ey bendem, falan vaqtda sening duoyingni men ijobat qilganmidim?" deydi. Bende elbette ijobat qilgandilar Rabbim deydi. Ondan keyin yana bir vaqtda qilgan duoyingni ijobat qilmadim, shunday bo'ldi. Elbette shunday ijobat qilmadilar degan. Shu chaqda ijobat qilmagan duoning mukofotini sen saqlab qo'ygan, endi ol deydi. Degandan keyin u kishi deydi, "Keşke dünyadaki dualarımın hiç qaysi ijobat bo'lmay, shu oxiratga qosilibdi ekan. Oxiratda ijobat bo'libdi ekan." Demak, biz qo'l ko'tarib yoki ko'nglimizda
Allah Taalaga iltijo qilib, Allohga yalvorganimiz hergiz bakar qatmaydi. Bir sekund bo'lsin Allah Taalaga yüzünüp, Allah'a yüzümüzden hacetmen işgallikimiz, bildirgenlikimiz hergiz bekar ketmaydi. Ya ki şu kelgan narsa icabet buldu, ya kichik icabet buldu, ya ki ahiret icabet buldu. Endi masalan, tilgan narsaninki derhal icabet buluşu ko'p hollarda endi icabet buludu tilgan. Ba'zi narsalar kichik ibodat buldu. Masalan, mening beshimdan o'tgan bir masala. Bu şu, ben Qozog'istondagi vaqtimda dadamninki bir haremge basa, haremge bir apasam deb shundoq bir arzu armonimda bo'lgan endi. Dadam o'z vaqtida o'zi bormay, ba pulga meni yo'lga solib o'qitishga o'zi qolgan. Shu men endi o'qishni bitirib bo'lgandan keyin dadamni haremge apasam degan shu bir arzu botdi. Qozog'istonga dadam chiqdi. Chiqib 6 oy kutib yotdi, viza kutib aşadı. Qozog'istonning odamlari bilan birga mangmoqchi bo'lib. Eng oxiri mang'atgan chog'da dadamga viza olmay, dadamni arib qo'ydi. U oraliqda 6 oy dadamni duo qildi, men duo qildim, shuncha duo qildik, qo'limdan kelganini qildim. Nurg'un yo'l mangdik, shunda bo'ldik. Dadam haramga baramay, eng oxiri vatanga qaytib ketdi. 6 oy turib qaytib ketdi-da. Shu chog'da men hamda bir tarafdan shayton deydi hamda. Shuncha duo qilsan, duoyingning foydasi bo'lmadi deydi. Lekin shu chog'da men bu duo kitobni yozayotgan vaqtim dedi. Mushu hadis isimda batdi. Alloh taolo yo mushu dunyoda ijobat qildi, darhol ijobat qildi yoki kechikib insonning manfaatlik vaqtida shunga ijobat qilib turdi. Ya ahiret ijobat qildi degan. Endi shu chog'da o'zimga tasalli topdi. Ha, Alloh qodir hammaga mening qilgan duolarim bekorga ketmaydi. Cho'qim inshaalloh munosib vaqtda ijobat qilib turdi dedim. Shundan keyin bir qancha yildan keyin men Saudiya Arabistonga kelib qoldim. Saudiya Arabistonga kelib qoldim. Shu oraliqda dadam pasport ishlatib chiqib qoldi. Buni biz o'rinlashtirgan gap emas. Allohning o'rinlashtirishi. Chiqqandan keyin men Mishadagi chog'da Misha keldi. Bir qancha ay Misha turdi. Ramazonni birga o'tkazdik, hajni birga o'tkazdik. U chog'da mashinammi bo'ldi, bir yerga olib bordigan, sharoitimmi bo'ldi, ishimmi bo'ldi. Men hammasi tal yaxshi bo'lgan vaqtda dadam keldi, shunday yaxshi kutib oldim. Ammo Qozog'iston duoyim ijobat bo'lgan bo'lsa, men o'zim kelolmaydim. Qirg'izistondan dadamni yo'lga solib qo'ymoqchi edim hojilar bilan birga. Endi u chog'da miyada yashangan odam, masalan 70 yoshlik odam, endi u yerda qandoq qildi, kimlar bilan bo'ldi, qandoq haji qildi, qiynalib qolamdi, u men yerda ansirab o'tirmoqchi edim endi ijobat bo'lgan bo'lsa. Ham u Qozog'istonda men kelay desam, o'zim kelolmaydim, u chog'da viza olmaydim. Shunday bir sharoitda. Demak, Allohga duo qildim, shunday duo qildim, duoim u chog'da ijobat bo'lmadi. Qancha yildan keyin 4 yildan keyin ijobat bo'ldi duoim. 4 yildan keyin duoim ijobat bo'ldi. Ko'ngildagidek bo'ldi. Masalan, bir misolim. Endi bu dunyoda ijobat bo'lmay, oxiratda ijobat bo'ldi deganimiz qanday desa, masalan, insonning tilgan narsaning hammasi unga foydali qolmaydi. Masalan, bir inson o'zining hech qanday salohiyati yo'q turib bir mansabni tilgan bo'lsa, yoki u cho'ng boylik tilgan bo'lsa, u inson boylik tilgan bo'lsa, mansabdor bo'lish, boy bo'lish degan bir gunoh emas. Layoqatlik odam bo'lsa, mansabdor bo'lsa bo'ldi, shu huddisini chiqarlasa bo'ldi. Yusuf alayhisalom o'zining huddisini chiqarayotganligini bilganlik uchun podshohga meni shu ishonchli o'zini tunishsan. Layoqatli bo'lsa, masalan, ba'zi odam o'zining layoqati yo'q bir mas'uliyatga kirib qolsa, dunyo va oxiratda o'ziga ziyon soladi. Uni mas'uliyatini chiqib qilolmaydi yoki xiyonat qilib soldi yoki joyida qilolmay gunohkor bo'ldi. Masalan, boyliqmanda ba'zi odamlarga boyliqning shunday yaxshi foydasi bo'ldi, ba'zi odamga ziyni bo'ldi. Masalan, Rasulullohning sahobalaridan Osmon ibn Affan, Abdurrahman Avf qatorliq sahobalar intayin boy sahobalar. Shuncha taqvodor, shunda parhezkor, shuncha boy. Allohning yo'lida jihad qilishga 100 tuga, 200 tuga ustidagi mollar bilan birga, Shamdan akagan mollar bilan birga Allohning yo'liga ashunda otgan ayda kishilar. Masalan, boylik ma kishilarga dunyo oxiratlik bunda foyda qilgan gap. Ammo Qarun Musa alayhisolamning qavmi edi. U kafir Fir'avn emas, u Musa alayhisolamning qavmi edi. Musa alayhisolamga iymon etganlarning qatoridan hamda. Lekin u boylik uningki uylari bilan birga yerga ko'mtirilib ketishga sabab bo'ldi. Boylik, ya'ni boshqa narsadan emas, shu zakotini Allohningki faqirlar uchun qilgan ma'nokisining melindagi haqqini desa, bermaganlik uchun bu odam bu dunyoda uylari bilan birga yerga ko'mtirilib ketdi masalan. Demak, inson binasini bir tilaydi u. Lekin uning foyda ziyni oqibatini bilmaydi. Uni Alloh taolo biladi. Alloh insonga shunda
mehribon shunday yaqinki hamda o'zining onasidanmi bak mehribon hamda mehribonlikda. Shunda bo'lgandan keyin sen Allohga yolvorib tilagandan keyin Alloh taolo tamom bu bandam mendan shunday talab qildi. Anda bo'lgandan keyin mushu bandam menga ixlos qilib, menda ishonch qilib, bunda mendan bir narsa tilagandan keyin bu bandamga eng yaxshisi bo'lganini qilayman deganni emas, yaxshisi bo'lganini qilay deydi. Shu vaqtning o'zida ijobat bo'lgan yaxshi bo'lsa, unga shu darhol ijobat qilib turdi. Agar biroz keyin uning sharoiti udul kelgan vaqtida ijobat qilib turgan, shu chog'da ijobat qilib turdi. Agar endi bu dunyoda ijobat qilib bersa, u odamning ziyniga o'tgan, u odamga foydali bo'lmaydigan, ziyon bo'lgan ish bo'lsa, qilgan duo qilganning savobini oxiratga atab qo'yib, chunki duo Alloh taologa duo qilgandan keyin bu ibodat hamdi. Alloh taolo 1 gram ibodatni bako qilyotmaydi. Innalloha la yudi'u man ahsana amala deydi. Ya'ni yaxshi amal qilgan kishiniki hech qanday amalni beko qilyotmaydi deydi. Anda bo'lgandan keyin uni oxiratda birida hamdi. Shunga duo qilish bizdan hech qanday bir narsa talab qilmaydi. Balki ko'nglimizni yashartidi, ko'nglimizni texmi Alloh taologa bo'lgan ishonchi bilan kuchlantiradi, o'zimizni ma'naviy jihatdan kuchlantiradi. Duo. O'zimiz ma'naviy jihatdan kuchli bo'lgandan keyin jismoniy jihatdan kuchli bo'lamiz shunga. Chunki jismoniy jihatdagi kuch bilan ma'naviy jihatdagi kuchning orasida munosabat bor. Ma'naviyati ojizlikqa odam jismoniyati ojizlashadi normalda. Endi mu'minning ikki dona quroli bor. G'alaba qilishning dunyo oxiratninki manfaatini, dunyo va oxiratning maqsadini qo'lga keltiradigan ikki dona qurol bor. Bir qurol Alloh taolo koinotda belgilagan sabab qilish qonuniyati bo'yicha ishlash, ishlagan ishlaydi deydi-ku va allaysa lil insani illa ma sa'a deydi. İnsonga o'zining ishlagan ishining natijasi beriladi deydi. Shunga erishadi. Bu ishlash. İkinci Alloh taologa tayinish, Allohga duo qilish, Allohdan yordam tilash. Mushu ikkisi qushning ikki qanotiga mushu ikkisi joyida qila olsak, qushga o'xshash ucha olamiz, istagan manzilga bora olamiz. İkisi musulmonninki eng muhtoj bo'lgan, musulmon qilmasa bo'lmaydigan ikki ish. Biri sabab qilish, ishlash. Biri Alloh taologa tayinish, Alloh taologa duo qilish. Duo hargiz bekorga ketmaydi. Bir eg'iz, bir tal duomi bekorga ketmaydi. Shunga duo qilishdan zerikmaslik. Endi duo qilishga hamisha u tarat bilan bo'lish yoki qiblaga qarab bo'lish, hamisha qo'l ko'tarish bu shart emas. Endi ular adablari, duoning adablari. Ammo duo qalbingdan Alloh taologa bo'lgan qalbingdan shu bir iltijo qilish kelgan vaqtida mayli yotqanda bo'lgin, mayli ish o'rnida bo'lgin, mayli yo'lda avtobusda bo'lgin, yoki bozorda bo'lgin, yoki uy ichida bo'lgin, nada bo'lsang bo'lgin, Alloh taologa shundoq bir hayajon kelgan vaqtda shu chog'da Allohga iltijo qilsang, shu chog'dagi duoning ijobat bo'lish nisbati yuqori bo'ldi. Nimishqa chin yurakdan tepkilab chiqqan samimiy bir Alloh taologa bo'lgan samimiy bir bog'lanish o'chog'diki. Endi biz musulmonlar har namozdan keyin, har tamoqdan keyin duo qilamiz endi. Bu bir odat bo'lib qolgan ish endi, u shart emas. Namoz bilan duoning hech munosabati yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb namoz salom berib bo'lgandan keyin o'qiydigan zikrimizni o'qib chiqarsak bo'ldi. Agar qo'l ko'tarib duo qilsak, tamom, duo do'stigandan keyin duo qilishmi, do'stigan bilan hech qanday munosabat yo'q. Ammo yaxshi odat endi. Men yerda bir narsa esim kelib qoldi. Masalan, 2010-yili shu Anqarada dunyo davlatlar muxbirlarga bir haftalik kurs bo'lgan. Bu kursni shu Amerikadan kelgan bir ingliz bir ustoz bergan endi. Shu kursda radiochilikni o'rgatdi endi. Shu jarayonda tushlik tomoqni shaga akiladi, hammayli yeymiz endi. U xristian bo'lgandan keyin bir duo qilib o'tib, undan keyin yeydi. Bizmi bismillahirrohmanirrohim deb tomoqni yeyotimiz, tomoqni yeyib duo qilamiz qilgandan keyin uchoq bizgan. Sizlar musulmonlar tomoqni tipiqi Allohga duo qilish ekan, biz duo tomoqni ko'rabla Allohga duo qilamiz. Sizda biz afzalkan debdi, o'choqda men dedimda, amaliyotda sizdan bir afzal. Chunki sizlar tomoq vaqtida birla ibodat qilasiz ekan, biz uchni qilamiz. Chunki bizningki taomimizning avvali zikr, uning o'tiri fikr, uning oxiri shukr bo'ldi. Avval bismillahirrohmanirrohim deb Alloh taoloni yod etamiz. Tomoqni yeb etib Alloh taolo mushunday lazzatli taomni berganligiga
berganligi Allohning qudratini va o'ylaymiz, tafakkur qilamiz. An tamoqdan keyin Alloh taologa shukr qilib, rahmat aytamiz, minnatdorlik bildiramiz. Biz shuni qilamiz deb shunday javob bergan chog'da. Demak, endi duo qilish namozdan keyin, tamoqdan keyin duo qilish shart emas endi. Ammo duo, haqiqiy duo degan Alloh taologa shunday bir ehtiyojingni his qilgan vaqtda, qaysi vaqt olsun, tərtin bağ vaqt olsun, mesciddə olsun, öydə olsun, qanday yerdə bolsan, meyli qulağını kötərgin, qaysi tərəfə qarasan, qarığın çıxıb. Allah Taala aşunda bir bağlanış, endi üzəngimi şunday bir huzur, halavət əkildi. Allah Taala'ga şunda yaqinlik endi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisdə Allah'a en yaqinlik ibadet duadır degan endi. Duadan yaqinlik narsa yo'q degan nimada. Endi duanın icabət bo'lishinin shartlari bor endi. Qilgan duolarga biz Allohga duo qilib qo'ydim, xolos endi debmudan qilmaymiz. Masalan, do'konga bir yerga buyurib nima qilganda men 5 kilo binas buyurtib qo'ydim, yoki bunda binas buyurtib qo'ydim, keldi deb mudda qilgan ish emas. Masalan, uning shartlari bor endi, ijobat bo'lishinin shartlari bor da. Endi buningki shartning birinchi sharti yemek içmekning, kiyim-kechakning halaldan bo'lish. Ya'ni halal doirasida ish qilish. Yani biz simvollik ibadet bilen muamelevi ibadet doğrusunda mı burun ettik o? Simvollik ibadet dua. Ameli ve o muamelevi ibadet halal yiyiş, halal üstüde buluş. Bu şu halal yiyiş ma o muamelevi ibadet orundalmasa ma simvollik ibadetine faydası olmaydı diyen gap hem de. Şuna yemek içmek halaldan bo'lmasa, adam haram yeb turib duo qilsa Alloh ijobat qilmaydi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi bor. Rasululloh deganki, bir odam nati bechora adamning ichi og'ritadigan shaklda boshlig'i to'piq qo'ngan, chachlari bu shunday bir shaklda Allohga ey Robbim deb duo qildi. Uningki yemek içmeki haramdan tursa, haramdan g'izolangan tursa, kiyim-kechigi haramdan tursa qanday ijobat bo'ldi degan. Demak, bu Rasululloh shuni o'rnak ko'rsatish orqali, ya'ni haloldan yemasang Alloh taolo qilgan duoyingning foydasi bo'lmaydi demoqchi. Halol ish shart endi. Ikkinchisi duoni umidvorlik bilan qilishdan endi. Dua qilsam duoyim ijobat bo'lmadi, bo'ldi, qilmasam bo'g'ida foydasi bo'lmayotgan deb qolsang foydasi bo'lmaydi endi uniki. Endi duoni qilaversa, ijobat bo'lmasa, mana munosib vaqtda Alloh taolo ijobat qilib turdi. Agar bu dunyoda ijobat qilib bermasa, albatta shunga savob berdi menga. Biz savobga muhtoj bo'lamiz. Savob berdi degan umid bilan umidsizlanmay, ayndaq zirikmay duo qilish kerak. Uningki duoni yurakdan qilish kerakda. Endi ba'zi vaqtda insonlarga qo'lang duoda turib ko'ngling boshqa bir yerga ketib qolgan ishlar, masalan, jamoat duo qilganlarda yoki endi duoni uzun qilib, bilmaymi ish qilib, ko'ngling boshqa yerga ketib qoldi, og'zingda bir narsa deysan, unda duoga Allohning hojati yo'q endi. Shu to'g'risida bir hadismi bor endi. Haliqa ko'ngli boshqa yerga turib, men duo qilgan kishining duosiga mening ehtiyojim, hojatim yo'q. Hech qanday ibodatga Alloh taolaning hojati yo'q, bu yerda hojatim yo'q degani, undaqa men qarab qo'ymayman demoqchi-da endi. Shu Alloh taolaga yuzlanib chin qalbimizdan qilish kerak endi duoni. Ya'ni og'zimiz duoda, ko'nglimiz boshqa emas. Ko'nglimiz duoda, ko'nglimiz dilimiz duoda bo'lish kerak endi. Til bilan dil ikkisi bir bo'lish kerak. Endi duo qilsam, ba'zi kishilar endi duo qilsam ijobat bo'lsa bo'lar, bo'lmasa bo'lmas degan bundoq. Andoq emas. Chuqum ijobat bo'ladi degan ishonchi bilan qilish kerak. Masalan, bir ishni ishonchi bilan qilmasang, bo'lsa bo'lar, bo'lmasa bo'lmas deb qilsang, hech qanday bo'lmaydi endi. Alloh taolo chuqum ijobat qilib turdi, yoki chuqum hozir ijobat qilib turdi, yoki keyin ijobat qilib turdi, yoki chuqum savob berdi. Demak, baqaga ketmaydi degan umid bilan qilish kerak. Undan keyin duo qilganda bunday gunoh ishlashga, gunoh sodir qilishga, tuqqanchilikni uzishga, tuqqanlarga yomonlik qilishga bunda ishqi duo qilmaslik kerak-da. Endi men bir gunoh qilay deb duo qilmaslik kerak. Men bir o'g'irlik qilay debdim, "Ey Alloh, shu o'g'irlikni yo'lini oson qilib ber" deb duo qilgan qo'shib. Bunda qilmaymiz-da. Yaxshi ish uchun, "Ey Alloh, menga yaxshi ibodat qilishga yordam qilgin va yaxshi ish qilishga muvaffaq qilgin" deganga o'xshaydi. Duoning adablari dedik, endi duoning adablari birinchi Fatiha surasini o'qish, unga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durud aytish, unga hojatlarimizni deyish. Ammo shu to'g'risida kelgan hadislarmi bor endi. Masalan, bir odam kelib masjidda duo qilgandan keyin
Rasululloh ko'rib, "Mavo aldirab ketdi" degan. Uningdan keyin bu qanday aldirab ketdi desa, bu avval Alloh taologa Alloh taolo hamd sano aytish kerak, uning Rasulullohga durud aytish kerak, uning tiligini tilash kerak deb. Undan keyin ikkinchisi duo qilgan vaqtida nati o'zimizni qattiq kamtarlik bilan, o'zimizning ojizligini izhor qilgan qalbimizda, ya'ni izhor qilgan holda Alloh taoloni ulug'lagan holda mushundoq bir qiyofatda, mushundoq bir holatda bo'lishimiz kerak duo qilgan vaqtida. Chunki biz muhtoj Allohningki rahmatiga, bular shu duo qilgan vaqtida Allohning ijobat qilishiga muhtoj. Undan keyin uchinchi duo qilganda Alloh taolaning ism sifatlarini 99 sifatlar bor deymiz, ya'ni Alloh taolaning ism sifatlarini vasila qilish. Vasilaning ichida eng yaxshi o'zimizning yaxshi amallarini vasila qilish. Hamda Rasulullohninki bir hadisi bor. O'nkirga, g'arga kirib qolgan bir 3 odamniki Bani Isroilning Musa alayhisalom zamonida Bani Isroil qavmidan 3 odam yo'lda ketib borib ekan. To'satdan bir yomg'ir yog'ib ketibdi. Shuning bilan bir g'arga kirib olay deb, yomg'ir yog'ib bo'lgach kirib olay deb bir o'nkirga kirib olsa, bu yuqoridan bir tosh kelib o'nkirning og'zini itib oldi ekan. Ular chiqolmaydi ekan. Shuning bilan ular biz endi her birimiz Allah Teala için halis kılgan emellerimizni bir vesile kılıp dua kılaylı. Belki Allah Teala asallık birader dua kıldı. Birisi birinci olarak üzününki Allah Teala için halis kılgan bir ibadetini kılgan emelini mesela ata-anasını aşı keçide kilip soğurup aşı süt bilen ata-anasını soğurup ballarını soğuruştum burun ata-anası aşı uxlap ketken koyup kelse o ata-anası oğanğıça aşı sütünü tutup tuğanlıqı mesela. Onun keyin yana birisi şunda zina fahiş yaxşı işqa yaman işqa kep bulab aşınodun üzünü tutup alğanlıqı. Yana birisi yana aşında şununğa oxşaş bir Allah Taala üçün bir yaxşılıq qılğanlıqı aşını vesile qılğandan keyin birincisi vesile qılğandan keyin taş biraz içildi ekan, ikkinchisi yana duo qilib o'zining yaxshi amalini vesile qilgandan keyin yana biraz içildi, üçüncüsü duo qilgandan keyin içilib ketdi. Hamda bu yerda Rasululloh shuni o'rnak qilib ko'rsatgan hamda o'zingning Alloh taolo uchun xolis qilgan yaxshi amalni vesile qilib duo qilsang, ashuni vesile qilib, mushuning xotirasi uchun desang, Alloh taolo buning xotirasini albatta qiladi hamda. Shunga hamda bu yerda bir muhim masala, ya'ni har qanday bir musulmonningki Alloh taologa eng ehtiyojli, eng hojatli bo'lib qolgan chog'da yolvorib duo qilib qolganda vosita qilish uchun o'zining unutilmas bir amallari bo'lishi kerak. Masalan, bankada pul qo'ygan odam kerak intayin muhtoj bo'lgan vaqt bankdan sug'urib haylayman deb qildi-ku, shuningga o'xshash bizning ashundoq bir zapas, ashundoq bir yaxshi amallarning bir zapasimiz bo'lishi kerak. Bunda Alloh taolo uchun xolis qilib qo'ygan bir ishni endi inson qilgan ba'zi amallarni inson o'zini unutib qolmaydi. Odatdagi amallardan farqli bo'ladi masalan. Bir inson masalan endi mushu qissada yaxshi ishlarning qatorida so'zlagan odamning birisi bir odamningki bir odamning qo'yini qo'shab qo'yam degan shunga shunda nima qildi ekan? Uniki u odam azar bir qo'ymi binas qo'shab qo'ygan, ketib qoldi ekan odam. Ketib qolib uzun vaqt yo'q, bir odamning qishda ishlaydi ekan u, ishlab uniki ish haqini olmay ketib qolibdi u. Ketib qolgandan keyin u odamningki shu ish haqiga ayda qo'y elib, bu ayda ko'payib qolibdi-da. Ya'ni shu o'zining qo'yning ichida ko'payaveribdi. Ko'paygandan keyin yillardan keyin kelib, mening shu chog'da ish haqqimni bermagandan, ish haqqimni bergan degandan, shu tog'dagilarning hammasi sening degandan chaqchaq qilyapamsa desa, yo'q chaqchaq qilmayman, seniki ish haqqingni kelmagandan keyin sen shuningga men binasi elib, ayda mol elib ko'payib qolibdi. Bu mollar ko'payib shuncha bo'lib ketdi. Ayda bir taqqa kelgichlik bo'lib ketdi. Hammasi sening deb qildi. Shu odam shu chog'da shu o'nkirda, "Ey Alloh, men mushuni sening roziliqing uchun qilgandim. Agar mushuni qabul qilgan bo'lsang, mushu sening dargohingda qabul bo'lgan bo'lsa, mushuning xotirasini biz mishan chiqarib deb duo qilgandan keyin chiqarib o'tgan gap. Masalan, har qanday bir insonning ashunda unutilmas bir yaxshi ishlari bo'ladi-da. Endi mu'min deganning har bir qadami yaxshilik bo'ladi. Namoz o'qishi yaxshilik, Qur'on o'qishi yaxshilik, bolalarni beqishi yaxshilik, hammasi yaxshilik. Ammo shuning ichida bunda farqliq, unutilmas kishilarni unutmaydigan, o'zini unutib qolmagan shundoq bir yaxshiliklardan bir qancha yaxshiliklarni
ayndaq zapas ayndaq bo'lishi kerak har qanday mo'minda. Alloh taologa ayndaq vasila qilgan chog'da u uningga esqatidi. Yana duoning adabligiga qarab qo'l ko'tarib duo qilish duoning adabi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu jihodda, g'azotda qo'lni ko'tarib ayda duo qilgan. Demak, bular duoning adablari, ammo duoninki birdan-bir shartlari emas endi. Endi duoninki ijobat bo'lishga eng yaqin bo'lgan vaqtlar deydi endi. Vaqtlar bo'lganda bu sajdagi vaqtni duoning ijobat bo'lishga eng yaqin vaqt deydi ulamolar. Vaqt vasjud vaqtirib deydi ya oyatda. Ya'ni Allohga sajda qilgin va yaqinlashgin. Sajda qilish orqali Allohga yaqinlashgin deydi. Sajdagi vaqti Alloh taologa eng yaqin bo'lgan vaqti degan hadismi bor hamda. Shunda sajda qilgan vaqtda Allohga eng yaqin bo'lgan vaqtida Alloh taologa munojat qilishningki nihoyat foydasi chiq, fazilati yuqori va uning foydasi bak chiqadi. Bizda kichik vaqtimizda anglaydik, bunda sajdada namoz o'qigan dunyolik binasi tilisi bo'lmaydi deyotgan gapni anglaydik. Hammasi quruq gaplik o. Shu sajdada bo'lsin, boshqa vaqtda bo'lsin, dunyo tilansa, nima tilasang o'zingning tilda, arab tilida tilash shart emas. O'zingning tilda nima tilasang tilagin, dunyolik bo'lsin, oxiratlik bo'lsin, hammasini Alloh taolodan tilash joiz. Hatto sajdada dunyolik tilash joiz. Bunun Saudiya Arabistonining muftisi Allama Usayminning bergan maxsus fatvolari bor. Joiz, hech qanday uningki man'iy qilinganligiga hech qanday dalil yo'qdir. Duo ijobat bo'lgan vaqtning yana birisi intayin xushallangan bir vaqt yoki intayin g'amkin bo'lgan bir vaqt. Chunki insonda bir o'zgarish bo'lgan bir holat va shu chog'da Alloh taologa iltijo qilib duo qilsa, duo ijobat bo'lishga eng yaqin. Undan keyin kechining oxirgi 3ning biri endi. Buning to'g'risida kelgan oyatlarni jiq, bu to'g'risida kelgan hadislarni jiq endi. Bomdodning oldidagi vaqtlarda Alloh taologa duo qilish, istig'for aytish, Alloh taoloni yod etish amallarniki farz amallardan qolsa eng katta amal sanaladi endi. Shu chog'dagi duolarning ijobat bo'lishiga eng yaqin endi. Shunday vaqtlar, biri Ramazondagi vaqtlar, masalan Ramazonning kechalari, undan keyin nimadagi Shiri qadri kechasi Ramazondagi, masalan shuni uchirsa olsak, Ramazonning oxirgi 10 kunning taq kunlari deymiz masalan. Demak, shu vaqtlarga duo ijobat bo'ldigan vaqtlarga rioya qilish kerak. Biri juma kunlikda namoz jumadan asrgacha bo'lgan vaqt degan ilm olimi bor. Shunda vaqtni duo ijobat bo'lishga eng yaqin vaqtda. Muhim bo'lgan hamda biz Alloh taologa bo'lgan ehtiyojimizni, hojatimizni hamisha his qilib turish, Allohni zikr qilish butun amallarning eng yaxshisi degan hadislar bor. Namozningmi va aqimus solata li zikri deydi Alloh taolo Musa alayhisolamga. Namozni meni zikr qilishni namoz o'qi deydi. Ya'ni namoz o'qish bir vosita, ya'ni g'oya Allohni zikr qilish, Allohni zikr qilib yod etish. Ya'ni bu mayli namozda bo'laydi, namozning sirtida bo'laydi, mayli bozorda bo'laydi, yo'lda bo'laydi, ish o'rnida bo'laydi, nada bo'lsa Allohni yod etish. Allohni yod etib turganida, ha Alloh meni kontrol qilib turdi. Alloh meni ko'rib turdi. Andada Alloh buyurmagan, Allah to'sqan ishni qilsam, Alloh mendan ranjib qoldi. Alloh buyurgan ishni qilishim kerak, buyurmagan ishni qilmasligim kerak deb Allohni hayo qilish bo'ldi insonda. Chunki Alloh meni ko'rib turdi deb Allohni zikr qilishninki foydasi mundaq yadimin. Allohni zikr qilib turganki, esingda tutqin deydi. Allohni unutmagin degan gap. Esingda tutqin. Nega bo'lsang, Alloh meni ko'rib turdi-ku deb shu e'tiqod bilan bo'g'in esingda tutqin deydi. Shuning o'zi shunga mu'minning o'tirishi, turishi, menishi, yeyishi, ichishi, uxlashi hammasi ibodat deymiz. Nimishqa? Uningki yo'li Alloh taolo sizib bergan dag'dam yo'lda va uning tili hamisha Allohni zikr qilish bilan, dili Alloh taoloni tafakkur qilish bilan bo'ladi. Shunga mu'minning ibodat hayoti ibodat. Hayoti ibodat bo'lishga tegishli. Ham shunda haqiqiy mu'minning hayoti ibodat bo'ladi. Alloh taolo hammamizni duosi ijobat bo'ldigan va hayotini ibodatga aylantirgan mu'minlardan qilsin. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keldigan hafta yana sizlar bilan birga bo'lish umidi bilan hammanglarni Allohga topshirdim. Salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.